Mana o'sha hamma so'ragan tungi bozor. Hozir tongi bozorga o'tdik. Ertalabki tongi bozor. Bu bozorda obzorini qilamiz hozir. Bu bozor Qo'qonda. Qo'qon shamolini bilmagan odam bo'lmasa kerak. Hozir shamol. Hamma detskiy oyoq kiyimlar pachkaga 50 ming so'm. 70 ming pachkaga. Ular 70 ming so'm pachkaga. Mana bular 50 ming so'm. Ular 50 ming so'm pachkaga. Ular 35 ming so'm ekan pachkaga. Ha, 30 ming so'm ekan pachkaga. Onaga so'ramabsiz deganlar bor. Donaga 5 ming so'm qimmat bo'lyapti. Mana bu kurtkani obzor qiladigan kurtkalar. Mana bu kurtkalar 200 ming so'm ekan. Xitoy. Razmerlar bor. Dvoykalar mana. Pachkaga 50 ming so'm ekan mana ular. 20 xil rasvetkasi bor deyapti. 20 xil xalatchalar. Xalatchalar so'ragan. Xalat so'raganlarga 35 ming so'm ekan xalatchalar. Rasvetkalari bor. Tepalik vodolaskalar 10 ming so'm ekan. Ranglar. 4-5 yoshga tushadi bemalol. 5 yoshga tushadi. Dvoyka, Kashmir. O'zimizni legendarniy tovarlar. Xitoyga ham yorishyapti mana. Shamol Qo'qonda. Nimaga yaxshi kayfiyat? Like, podpiska bosishni istasizlar.